بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muhtaram birodarlar, o'tgan suhbatimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga nasroniylardan ba'zilari kelib, u kishidan oyatlar eshitib iymon keltirganlari va bu haqda ba'zi oyatlar nozil bo'lganligi haqida suhbat bo'lib o'tgan. Bugun muallif yangi fasl boshlab, unda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning og'ir kunlaridan biri bo'lgan Toif ahliga da'vat uchun qilgan rihlatlari, ya'ni qilgan safarlari, borishlari, yurishlari haqida ta'sirli hikoyalarni keltirib so'z yuritadilar. Biz bugun shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Toifga borganlarida bo'lib o'tgan voqealarni muallif aytganlari bo'yicha to'laligicha faslning hammasini keltirishga, bir suhbatning ichida keltirishga harakat qilamiz. Muallif so'zlarini shunday boshlaydilar: "Walamma ishtadda al-bala'u min Quraysh ala Rasulillah sallallohu alayhi va sallam ba'da mawt ammihi Abi Talib min sufaha'i qawmihi wa tajarra'u alayhi wa kashafuhu bil adha kama taqaddama خرج إلى الطائف ورجى أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم ودعاهم إلى الله." رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء amakalari Abu Talib o'lib ketganidan so'ng qavmlarini safihlaridan, aqlsizlaridan, betamizlaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qiyinchilik, balo ko'payib ketganidan so'ng ular u zoti va barakotga juda behurmatlik bilan jur'at qilib yuborganlaridan keyin, ozorni ochiqchasiga qilaverganlaridan keyin, yuqorida bu to'g'rida chunonchi ancha hikoyalar aytib o'tildi, Toifga qarab chiqdilar. Umid qildilarki, Toif ahli u zotni o'z bag'riga olib yordam berishsa deb, bunaqa sarkash bo'lgan qavmlarini ustidan yordam berib, bu tajovuzkorlardan himoya qilib qolishsa degan umidda o'sha Toif ahliga chiqdilar. Ularni Allohga da'vat qildilar. Falam yara man yu'wi wa lam yara nasira wa naluhu ma'a zalika بأشد الأذى ونالوا منه ما لم ينل قومه. Lekin afsuski, u kishiga boshpana beradigan, himoya qiladigan, joy beradigan kishini topmadilar, yordamchi ko'rmadilar. Balki bilaks, u kishiga nihoyatda qattiq ozor berish bilan qiyinchilik yetkazdilar, qiynadilar. Qavmlaridan yetmagan narsa u kishiga bu toifadan yetib keldi. Qavmlari qilmagan ishni ular qildilar. Wa kana ma'ahu Zayd ibn Harithah mawlahu فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه فقالوا اخرج من بلادنا وأغروا به سفهاءه. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga xodimlari, xizmatchilari Zayd ibn Harisa bor edilar. Ma'lumingizki, o'tgan suhbatlardan birida aytib o'tilgan ediki, Zayd ibn Harisa bu kishini saqlab olingan asrandi o'g'illari edi. Lekin o'g'illari islomda o'g'il qilib olish bekor qilinganidan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sodiq mavlo bo'lib, xizmatchi bo'lib yurdilar. O'g'ilday bo'lib yurdilar.
ana o'sha kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga Toifga borganlarida yonlarida edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toif ahlining ichida 10 kun turdilar. Bu Toif ahli zodagonlaridan biron kishini qoldirmasdan oldiga kelib gapirib da'vat qildilar. Shunda ularni barchalar yerimizdan, joyimizdan, mamlakatimizdan chiqib ketgan deyishdida, bu hamkamlik qilgan edik. Betamizlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab qayrashdi. Qala Musa ibn Uqbata wa rajamu araqibahu bil hijarati hatta ihtadaba na'lahu bid dima'i. Musa ibn Uqba mashhur tarixchi, bilasizlar, Imom Zuhriyni shogirdlaridan hisoblanadilar. Taqriban Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi vaqtlarida yashab o'tgan, bu kishidan ko'ra ham yoshlari ulug'roq bo'lgan kishi Musa ibn Uqba. Shu kishi aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tovonlarini tosh bilan uraverganlarida kiygan kalishlari qonga to'lib bulanib qolgan edi. Bu yerda bir urqub aroqibahu deb kelyapti. Urqub so'zining ko'pligi hisoblanadi. Urqub o'sha o'zbek tiliga o'girganimizda tovon ma'nosini beradi. Aqib so'zi ham bor. Aqib so'zi esa arab tilidan aynan tarjima qilinganda nazarda tutiladigan narsa o'sha tovonni tepasidagi, tovonni ushlab turadigan qalin tomirni yon atrofidagi ikki yonidagi chuqur joyga aqib deyiladi. Ya'ni ka'b, haligi oshiq, oyoqni oshig'ini orqa tarafidagi ingichka suv tegishi qiyin bo'ladigan joyga aqib deyiladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qilayotganlarga qarab vaylul lil aqobi minan nar degan hadisda aytganlar. Boshqa bir joyda, Madinada. Ya'ni o'sha aqiblarga do'zaxdan bir joy bo'lsa deganlar. Ma'nosi shunga dalolat qiladiki, suv tegmay qolgan joyga do'zaxni o'ti tegadi degan ma'noda gapirgan. Chunki o'sha oshiqni orqasidagi, tovonni tepasidagi chuqurroq joy ko'pincha shoshib oyoq yuvilgan vaqtda nam tegmay qolishi, suv tegmay qolish ehtimoli bo'lganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday degan. Bir sahobiyni tahorat qilayotganlarida o'sha joyda tangadek bir suv tegmagan joyini ko'rib qolib shunday degan. Demak, bu yerdagi aroqib so'zi urqub, tovon so'zining arabchasi ekan. Aqibni ham o'zbek tiliga tarjima qilinganda tovon deb tarjima qilib yuriladi. O'zbek tilida o'sha tovonni tepasidagi chuqur joyni ma'no lafzi nomi bo'lmaganligi uchun shunday deyiladi. Aslida o'sha chuqur joyga aqib deyiladi. So'y mavzuga qaytadigan bo'lsak, muallif aytadilarki, zada g'ayruhu va kana idza azlaqathu al-hijaratu qa'ada ila al-ardi fayakhudhunahu bi'adudayhi wa yuqimunahu fa idza masha rajamuhu wa hum yadhhakun. وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه شجاجا أو شجاجا. boshqa tarixchilar ziyoda qilishadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ularni o'sha betamizlarini otgan toshlari holdan toydirib charchatib qo'yganida yerga o'tirib olar edi. Shunda ular kelib ikki qo'ltiqlaridan turg'izib tik qilib qo'yishar. Yana yurib boshlasalar orqadan kulganlaricha, qahqaha otganlaricha yana tosh otishar. Zayd ibn Horisa esa qo'llaridan hech narsa kelmay o'zlari bilan toshlarni to'sib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni himoya qilishga urinardi.
himoya qilaman deb boshlari yorilib ketgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni boshlari ham o'shanda yorilgan edi. فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifdan Makka tomon g'amgin bo'lgan holatda, mahzun holda qaytdilar. 10 kun da'vat qildilar. 10 kun ichida biror kishi u kishiga da'vatlarini qaytaribgina qolmasdan, qaytarish u yoqda tursin, yaxshi so'z bilan ham javob bermadi. 10 kun. Shunda ham to'xtamasdan 10 kun da'vat qildilar. Bu ham yetmagandek, mana eshitib turibsiz, o'zlarini betamizlarini qo'zg'ab, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi qo'zg'ab, o'zlari naryoqda yotib olishib, tosh ottirdilar, kuydirdilar ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va fi marji'ihi zalika da'a bid-du'a al-mashhur. Ana o'sha qaytishlarida sirat ahli orasida butunlay payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixlarini keltiradigan ulamolar orasida mashhur bo'lgan o'sha duoni aytdilar. Allohumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati va hawani 'ala an-nas. Ey Allohim, men senga quvvatimni zaifligini shikoyat qilaman. Hiylamni kamligini shikoyat qilaman. Hech qanaqa hiylam qolmadi. Odamlarga xor bo'lganimni shikoyat qilaman men seni o'zing. Anta arhamur rohimin va anta robbul mustad'afin. Sen rahm qiluvchilarni eng rahmlirog'isan. Eng rahmlisisan. Zaif sanalgan turtkilarga, odamlar tarafidan kulguga qolgan da'vati deb turtlash, har tomondan turtki yeganlarni Parvardigori hisoblanasan. Va anta robbi ila man takiluni. Sen meni Rabbimsan. Kimga meni topshirayapsan? Ila aduwwin ba'idin yatajahhamuni. Menga o'qrayib qaraydigan uzoq bir dushmangami? Aw ila aduwwin mallaktahu amri. Yoki meni ishimni topshirib qo'ygan bir yaqin dushmangami? Illam yakun bika va alayya ghadabun fala ubali. Lekin meni ustimga sen tomonidan g'azab bo'lmaydigan bo'lsa, men hech narsaga parvo qilmayman. G'ayra anna afiyataka hiya awsa'u li. Lekin ofiyating, menga beradigan tinchliging mening uchun yaxshiroq, kengroq. A'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat. Men seni yuzingni nuri bilan panoh so'rayman. Nuri orqali panoh tilayman. Shunday nuriki zulmatlar bu nur tufayli yorug' bo'lib ketgan. Bu shunday nurki salaha alayhi amru dunya wal akhirah. Dunyo va oxirat ishi o'sha nur asosida salohiyatga kelgan. Mana shu sifating bilan men panoh tilayman. Menga an yanzila bi ghadabu. Menga g'azabing tushib qolishidan panoh tilayman, Parvardigor. Aw yahilla bi sakhatu. Yoki menga nafrating yog'ilishidan panoh tilayman. Lakal utba hatta tarda. To rozi bo'lgunga qadar sen tomon tavba qilib sen tomon egilaman. Va la havla va la quvvata illa billah. Hech qanday meni kuchim ham, quvvatim ham yo'q, magar faqat seni orqali bilandir deb duo qildilar. Biz bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tutgan mana shunday qiyin holatdagi
mavqiflaridan, o'rinlaridan juda ko'p ibratlarni olishimiz kerak. Hozir bu to'g'rida gapirish, keyin kelayotgan hikoyalar, bu voqealar silsilasini bugun aytib chiqishga harakat qiladigan bo'ldik. Vaqt yetmaydi, lekin bu narsalarda ko'p o'ylab, uzoq ta'ammul qilishni sizlarga topshiraman. O'zim ham bu to'g'rida ta'ammul qilishga o'zim da'vat qilaman. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bunday qiyin holatlardagi o'zini qanday tutishlari, Rablariga bo'lgan muomalalari, duolari qanday bo'lganligi, odamlarga bo'lgan da'vatlarida odamlarning raddi fe'llarini, odamlarning bu darajada qattiq sarkashlik bilan u zotni ustidan kulganliklari dagi bo'lgan muomalalari, indamasliklari biz uchun olam dars bo'lishi kerak. Chunki biz har doimgidan ko'ra qattiqroq ushbu kunlarda, ushbu yillarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu yo'llariga, bu tutishlariga, tutumlariga biz muhtojroqmiz. Keyin muallif bu Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi keltirgan rivoyatni keltirganidan keyin boshqa Ibn Ishoqning yana bir ziyodasini keltiradilar. Aytadilarki, awradahu Ibn Ishoq va zakara annahu da'a bihi hina aghraw bihi sufaha'ahum wa 'abidahum yasubbunahu wa yasihuna bihi hatta ijtama'a alayhi an-nas wa alja'uhu ila ha'itin li'utbah ibn Rabi'ata wa Shaybah ibn Rabi'ata wa huma fihi. Ibn Ishoq mana shu hikoyani keltirib, keyin yana shularni ziyoda qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ushbu yuqoridagi duoni toifliklar o'zlarini betamizlarini, qulvachchalarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi qayrab, ular jazavaga tutib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'kib, orqalaridan qichqirib turgan paytda aytdilar. Qichqirib turib odamlarni to'pladilar, ular betamizlar. Odamlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning atrofida to'planishdida Utbat ibn Rabi'a bilan Shaybat ibn Rabi'aning bir chorbog'iga majbur qilib qisib olib borishdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ma'lumingizki, Utbat ibn Rabi'a bilan Shaybat ibn Rabi'a Makkaning juda katta zodagonlaridan bo'ladi. Bu to'g'rida hikoyalar ko'p o'tdi. Bularni Toifda bir chorbog'i bor edi. Taqdirni qarangki, o'sha chorbog'ida ular ikkalasi o'tirishgan edi. Shu o'tirganlarida bu betamizlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning atroflarida to'planishib, toshbo'ron qilishib, u kishi bilan yonlaridagi Zayd ibn Horisani o'sha ikkala zodagonning chorbog'ini yoniga kelib qisib olib kelishdi. Waraja'a min sufaha'i Thaqifin man kana yatba'uhu. Shu chorboqqa kelganlarida, bir chekkaga kelib qolganlarida keyin o'sha duoni qilgan edilar. Toifni o'sha zodagonlarini tomonidan qo'zg'algan betamizlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashib kelganlari qaytib ketishdi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha yuqoridagi duoni qildilar deydilar. Imom Tabaroniy rivoyatlarida buni muallif shuni pastida keltiryaptilar. Va rawahu Tabaroniy an Abdullah ibn Ja'far qala lamma tuwfiya Abu Talib kharaja an-nabiy sallallahu alayhi vasallam mashiyan ila at-Ta'if fada'ahum ila al-islam falam yujibuhu فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال اللهم أشكو إليك فذكره. إمام Tabaroniyni Abdullah ibn Ja'far radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadislarida Abdullah ibn Ja'far radhiyallohu anhu aytadilarki, Ja'far ibn Abi Talibning o'g'illari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning amakisi
amakilari Abu Talib o'lganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifga piyoda chiqib ketdilar va ularni islomga da'vat qildilar. Ular bunga ko'nishmadi. Shunda bir daraxtni soyasiga kelib 2 rakat namoz o'qib yuqoridagi duoni qildilar deydilar. Imom Tabaroniy o'zlarini mu'jamlarida keltirib, lekin buni sanadini ko'pchilik ulamolar zaif deyishgan. Yuqorida yatajahhamuni degan so'zni bu yerda muallif keyin tafsir qilib qo'yaptilar. Va qawluhu yatajahhamuni bi taqdim al-jim 'ala al-ha'i ay yalqani bil ghilzati wal wajhi al-karim. Yatajahhamuni degani o'sha qo'pollik bilan, xunuk yuz bilan menga qaraydi deganini boya yuqorida o'qrayib deb tarjima qilib o'tib ketdik. فأرسل إليه ربه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وهما الجبلان اللذان هي بينهما فقال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة. أنا أشهد yuqoridagi suhbatlarimizda birida aytib o'tgan Oysha onamizni hadislarida kelgan, sahihaynda keladigan Oysha onamizning hadislarida kelgan tog'lar farishtasini u kishiga yuborilish voqeasi o'shanda bo'lib o'tgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zingiz e'tibor bering, Toif ahlidan mana shunday muomalani ko'rdilar. Toif ahlidagi nimalarda qavmlaridan shunday muomalani ko'rdilar. Oxiri umidlari kesiladigan darajada bo'lib, nihoyatda qattiq g'amgin bo'lgan hollarida da'vat ishi nima bo'larkin deb ich-ichlaridan xafa bo'lib ketganlari holda, o'zlari bilmagan holda, o'sha haligi sahihaynda keladigan hadisda keladi, qarni sa'olibdagina o'zlariga keldilar. Ba'zi ulamolar mana shu hadisni o'sha Toifdan qaytayotganlarida bo'lgan deyishgan. Bu kishi ham o'sha so'zni quvvatlab mana shu yerda keltirib o'tyapti. Toifdan qarni Sa'olibgacha bo'lgan joyni, masofani hisoblaydigan bo'lsangiz, taqriban 60-70 chaqirim keladi. Necha soatlik piyoda yurganda, qarib yarim kunlik yo'l. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha yo'lda o'zlariga kela olmadilar. Chunki qarni Sa'olib Minoga yaqin joyda joylashgan. Ba'zilar Minoni ichida deyishadi. Toif bilan Minoni orasi juda katta masofa hisoblanadi. O'shanda deyaptilar bu yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Robb subhanahu va taolo farishtani yubordilar. Tog'lar farishtasini Makka ahliga o'sha Axshabayn ikki tomonda turadigan, Makkani ikki tomonda turadigan tog'ni shunday ustlaridan og'darib qo'yishini so'rab, shunday og'darib qo'yaymi dedirib o'sha farishtani yubordilar. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini yuqoridagi mashhur gaplarini aytdilar, ilgarigi suhbatlarimizda kelgan. Balki men sabr qilaman dedi. Shoyatki Alloh subhanahu va taolo bu zodagonlarni pusht kamarlaridan Alloh taologa o'zigagina ibodat qilib, unga biron sherik keltirmaydigan kishilarni chiqarsa. Bu to'g'rida ibrat bo'lgan nimalarni yuqorida aytib o'tilgan edi. Qala ibn Ishoq fi rivoyatihi, Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi rivoyatlarida davom etib shunday dedilar. فلما رآه ابن ربيعة ورأيا ما لقي من ثقيف تحركت له رحمهما فبعثا إليه مع غلامهما عداس النصراني قطف عنب أو قطف عنب فلما وضع صلى الله عليه وسلم يده في القطف قال بسم الله ثم أكل. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning
bu holga tushganini, Saqif qabilasidan uchragan bu ozorlarini haligi Rabi'ani ikki o'g'li ko'rganida, Utbat ibn Rabi'a bilan Shaybat ibn Rabi'a, Makka zodagonlarida. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarindosh urug'ligi uzoqdan bo'lsa ham bor-ku. Shunaqa holni ko'rganida o'sha qarindosh urug'chilik tabiati deymizmi, qarindosh urug'chilik ichkaridagi hissiyoti ularda uyg'onib qoldi. Da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir Addos degan nasroniy quli orqali ular bir bosh uzum jo'natishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini uzumga, o'sha bir bosh uzumga uzatayotganlarida Bismillah, Allohning nomi bilan dedilarda, keyin yedilar. ثم نظر عباس إلى وجهه وقال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. Abbos haligi nasroniy bola, nasroniy yigit payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yuzlariga qarab, Allohga qasamki, bu gapni bu yerliklar aytmaydi dedi. فقال له صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunda qarang, o'sha vaqtda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni har bir daqiqalari, har bir soniyalari, har bir turgan nafaslari da'vat bo'lgan ekanda. Qaysi joydansan, qaysi mamlakatdansan deb so'radi. Dining nima dedi? Qala nasroniyyun min ahli Ninawa. Naynawa ahlidan bo'lgan nasroniyman dedi. Naynawa o'sha Iroqni muhim tarixiy joylaridan biri bo'lgan. Hozirgi paytda faqat xarobazorlar qolgan, lekin o'sha vaqtda mashhur markazlaridan biri bo'lgan joyni aytdi. Qala min qaryati ar-rajul as-salih Yunus ibn Matta. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam solih zot bo'lgan Yunus ibn Mattoni qishlog'idan dedilar. Chunki Naynavo ahlidan edi Yunus ibn Matta alayhissalom. Qala Addas va ma yudrika. Shunda Addas, qayerdan bilasiz buni? Sizga nimani bildirib qo'ydi bu narsa? Qanday bilib oldingiz degan ma'noda. Qayerdan bilasiz? Dedi. Arablar qayerdan bilasiz degan lafzni va ma yudrika shaklida ham so'rashadi. Ya'ni nima bildirib qo'ydi sizga degan ma'noda ham so'rashadi. Biz endi aynan so'zma-so'z tarjima qilmaymiz-ku. Qayerdan bilasiz dedi. Qala zaka akhi va huwa nabiyyun misli. U meni birodarim, mendek payg'ambar u kishi ham dedilar. Shunda فأكب عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه يقبلهما. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shartta o'zini otib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshlaridan, qo'llaridan, hatto oyoqlaridan o'pishga harakat qilishga tushdi. Qala yaqulu ibn Rabi'ata ahaduhuma li sahibihi amma gulamuka faqad afsadahu alayk. Nariyada qarab turgan xo'jayinlari Rabi'aning ikki o'g'li biri ikkinchisiga qarab, qulingni ham buzib berdi mana deyishar edi. فلما جاءهما عباس قال له ويلك يا عباس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه. Abbos ularga qaytib kelganida xo'jayinini oldiga, ikkalalari unga birdaniga holingga voy bo'lsin Abbos, nimaga bu odamni boshi-yu, qo'li-yu, oyog'ini o'pishga tushdi deganda, qala ya sayyidi ma fil ardi shakhsun khayrun min hada. Hojam, yer yuzida bu zotdan ko'ra yaxshiroq kishi yo'q ekan. Yo'q.
faqad akhbarani bi shay'in la ya'lamuhu illa nabiy. Payg'ambargina biladigan bir narsani menga xabar berdi hozir dedi. Qala wayhaka ya Addas la yasrifannaka an dinika fa inna dinaka khayrun min dinik. Shunda ular holingga voy Abbos, diningdan to'sib qo'ymasin, dining buni dinidan yaxshi deyishdi. فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي في جوف الليل فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته. Naxla degan yerga qo'noq bo'lganlarida, yo'lda Naxla degan joy keladi. Nimadan Toifdan tushayotganlarida o'sha joyga to'xtadilarda, yarim kechada namoz o'qishga turdilar. O'shanda namoz o'qiyotganlarida Alloh subhanahu va taolo jinlardan bir to'pini u zot tomon jo'natdi. Ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qiroatlariga quloq soldilar. Va kanu min ahli nasibin. Bu jinlar Nasibin tomonlik jinlar edi. Nasibin tomon Iroq bilan Shomning o'rtasidagi bir joyda. O'sha taraflik jinlardan edi ular. Fastama'u qira'atahu va lam yash'ur bihim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qiroatlariga quloq solishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni sezmadilar. Falamma faragha min as-salati wallaw ila qawmihim munzirin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozni tugatganlaridan so'ng ular o'zlarini qavmlari tomon qavmlarini ogohlantirish uchun jo'nab ketdilar. Qad amanu bihi va ajabu ila ma sami'u. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirib, eshitgan narsalariga ijobat qilib, bo'ysunib jo'nab ketdilar. Faqassallohu xabarahum alayhi فقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الله سبحانه وتعالى أنا أشاء ularni hikoyasini, xabarini Ahqof surasida bir nechta oyatlarda hikoya qilib berdi. Alloh taolo aytadiki, eslang ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam yoki yod oling, shunaqa vaqtda biz sizga bir vaqt jinlardan bir jamoasini jo'natdik. Ular Qur'onni eshitish uchun bordilar. Ya'ni Qur'onni eshitgan hollarida sizga jinlardan bir to'pini jo'natgan edi. O'sha vaqtni eslang, deydi Alloh subhanahu va taolo. Eslang deyishda bu yerda va id so'zi arab tilida vaqtga dalolat qiladi. Ya'ni shu vaqtda biz mana shunday qilgan edik deb Alloh subhanahu va taolo o'zini ne'matlaridan birini sanayotganda mana shu ibora bilan keltiradi. Bu bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu voqeadan ilgari o'sha bo'lgan vaqtda xabardor bo'lishlari shart emas. Yuqorida aytib o'tildi. Bularni kelganini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sezmagan. Lekin jinlar bir marta kelgan emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bot kelib turishar edi. Ba'zilarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular bilan so'zlashar edilar, ularga oyatlar o'qib berar edilar. Lekin bu yerdagi hikoyada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganlarida ularni o'zlari kelib quloq solib ketganligi aytilyapti. Qala al-Hafiz ibn Kathir, Imom ibn Kasir, Hafiz ibn Kasir mufassir bu haqda shunday deydilar. Ya'ni yuqoridagi oyatning tafsirida وقد ذكر ابن إسحاق خبر خروجه عليه السلام إلى أهل الطائف ودعائه إياهم وأنه لما انصرف عنهم بات بنقلة فقرأ تلك الليلة القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. قال وهذا صحيح، لكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر، فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء، ويدل عليه حديث ابن عباس عند أحمد. ابن كثير shunday deydilar. Ibn Ishoq payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ahli Toifga
chiqishlarini, ularni da'vat etishlarini, keyin ulardan qaytib kelayotganlarida Naxla degan joyda tunab qolganliklarini Ibn Ishoq hikoya qiladi, deydilar Ibn Kathir. Yuqorida Ibn Ishoq hikoyalarini aytdik endi biz. O'shanda Ibn Ishoq o'sha kechasi Qur'on o'qiganlik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Qur'on o'qiganliklarini ham hikoya qiladi. Qur'on o'qiganliklarini namozda. Jinlar kelib, ahli nasibindan bo'lgan, nasibin tomondan bo'lgan jinlar kelib, bu Qur'onni eshitganliklarini hikoya qiladi Ibn Ishoq. Bu hikoyalari to'g'ri deydilar Ibn Kathir. Lekin Ibn Ishoqni jinlarni o'sha hikoyalar, o'sha oyatlarni eshitishlari deyishlarida, o'sha kechada eshitgan edilar deyishlarida bir noto'g'rilik bor. Chunki jinlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oyatlarini eshitib boshlagan, Qur'on oyatlarini eshitib boshlaganliklari vahiyni boshidanoq edi. Bunga Imom Ahmadda kelgan, musnadlarida kelgan Ibn Abbosning hadislari dalil bo'ladi. Qala Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, "Kanal jinnu yastami'una lil wahyi, fayasma'una al-kalimata fayaziduna fiha 'ashran, fayakunu ma sami'uhu haqqan wa ma zaduhu batilan." Ibn Abbos aytadilarki, jinlar vahiyga quloq tutishar. Bir gapni eshitib qolsalar, ustiga 10 gap qo'shardilarda, eshitgan gaplari haq, lekin qo'shganlari botil bo'lib turaveradi. Va kanatin nujumu la yurma biha qabla zalik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiy kelishlaridan ilgari ularga yulduzlar otilmas edi. Toshlar osmonda. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم payg'ambar bo'lib jo'natilganlaridan keyin bu jinlarni birortasi o'zini joyiga kelar kelmas o'sha haligi otiladigan o'tli toshlar bilan unga tegib kuydirib ketar edi, otilib, tosh otilib. Fashakaw zalika ila iblis. Shunda jinlar bu narsani iblis, o'sha jinlarning boshida turgan shaytonga shikoyat qilishdi. Faqala ma hada illa min amrin qad hadath. Shayton ham bilmaydi endi. Bu bir voqea sababli bo'lishi kerak. Bunaqa bo'lishi mumkin emas edi. Ilgari bo'lmasdi. Bir voqea yuz bergan, dedi shayton. Fabassa junudahu, o'zini askarlarini jo'natdi, deydilar Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Fa idza nabiy sallallohu alayhi vasallam yusalli bayna jabalay nakhlata fa akhbaruhu. Qarasalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha Naxladagi ikki tog' orasida namoz o'qib turgan ekanlar. Shunda haligi xlar kelib, iblisni odamlari, askarlari iblisga kelib aytishdi. Shunda iblis aytdiki, faqala hadha al-hadath alladhi hadatha fil ard. Yerda bo'lgan voqea mana shu ekanda. Shu sababli endi tosh otiladigan bo'pti-da, degan ma'noda shu ekanda dedi. Deydilar Ibn Abbos radhiyallohu anhu, Imom Ahmadni rivoyatlarida. Ravoh ibn an-Nasa'i. Bu hikoyani Imom Nasoiy ham o'zlarini Sunan-i Kubrolarida rivoyat qiladilar. قال وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد موت عمه. Ibn Abbos radhiyallohu anhu o'shanda qo'shib qo'yadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Toifga chiqishlari amakilarini o'lganidan so'ng bo'lgan. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا أنصتوا فأنزل الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. فهذا مع رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم
ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج. انتهى. Hofiz ibn Kathir so'zlarida davom etib aytadilarki, Ibn Abi Shayba Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan shunday hikoya qiladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam naxlani o'rtasida Qur'on o'qib turganlarida jinlar yonlariga tushib kelishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qiroatlarini eshitgan vaqtlarida bir-birlariga quloq solinglar deyishdi. Alloh subhanahu va taolo u kishiga bu haqda yuqoridagi oyatni nozil qildi. Ya'ni Qur'on eshitayotgan jinlardan bir to'pini sizga jo'natdi degan Ahqof surasida. Ibn Kathir shunday deydilar. Mana shu narsa, bu rivoyat yuqoridagi Ibn Abbos radhiyallohu anhuning rivoyatlari bilan birgalikda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shu marta kelishlarida, jinlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shu marta kelishlarida hozir bo'lganliklarini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sezmaganliklariga dalolat qiladi. Balki ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiroatlariga quloq solishib, keyin qavmlariga qaytib ketishgan. Undan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga jamoat bo'lib birin-ketin kelib iymon keltirib ketishgan, iymon keltirganlar. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة أياما فقال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك يعني قريشا فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر دينه ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي أدخل في جوارك فقال نعم. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam naxlada bir necha kun qolib ketdilar, turdilar. Faqala lahu Zayd ibn Harisata. Zayd ibn Harisa shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, ya'ni naxla Toifdan qaytganlaridan keyin Makka ga kirishdan oldingi yer endi. O'sha joyda bir necha kun qolib ketdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'shanda Zayd ibn Harisa shunday dedi: qanday ularni oldiga hozir kira olasiz? Sizni chiqarib yuborgan edik bu. Qanday qilib kirasiz endi? Qurayshni nazarda tutib. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umidsizlikka tushmasdan, ey Zayd, Alloh subhanahu va taolo bu ko'rib turgan narsangizga inshaalloh chiqadigan yo'l, bir farajni, kenglikni beradi dedilar. Keyin qo'shib qo'ydilarki, Alloh o'zini dinini albatta yordamchisi, o'zini dinini barcha dinlardan ustun qilib ko'rsatuvchi zotdir dedilar. Keyin Makka ga keldilarda hali kirmasdan Xuzoa qabilasidan bir kishini yollab Mut'im ibn Adi degan Qurayshning zodagonlaridan bittasiga odam jo'natdilar. O'sha Xuzoa degan qabiladan bir kishi. Men seni himoyangda Makka ga kirsam bo'ladimi dedi. U Mut'im ibn Adi darrov bo'ladi deb javob berdi. Wada'a banihi va qawmahu, o'z farzandlari va o'zini qarindosh urug'ini to'pladida, chaqirdida. Faqala ilbasus silaha va kunu 'inda arkanil bayt. Qurol aslahalaringni taqinglar hamda Ka'batullohni to'rt burchagida shay bo'lib turinglar. Fa inni qad ajartu Muhammadan. Chunki men Muhammadni himoya qildim. Muhammadga Makka ga kirishga ruxsat berdim dedi. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Harisa bilan birgalikda kirib keldilar. Masjidil Haromga yetdilar kelib.
فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهيجه منكم أحد. Shunda Mut'im ibn Adi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Masjidil Haromga kirib kelganlarida o'rnidan turdida tuyasini ustiga chiqib tikka turib: "Ey Quraysh jamoasi, men Muhammadni himoya qildim. Sizlardan biron kishi bu odamga zarar bermasin, bu odamni qo'zg'amasin" dedi. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hajarul Aswad yoniga kelib uni o'pdilarda, keyin 2 rakat namozni o'qidilar. Keyin uylariga qaytib ketdilar. Mut'im ibn Adi shu vaqt davomida o'z farzandlari bilan qurollarini yalang'ochlagancha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atrofini o'rab himoya qilib turishdi. Hatto Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uylariga kirib ketdilar deydilar. Ibn Kasir o'zlarini Sira-i Nabaviyasida, Zodul Ma'odda Ibn Qayyim ham mana shu hikoyani keltiradi. Va zakara Ibn Ishaqa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة بعد رجوعه من الطائف أرسل إلى الأخنس بن شريق أو شريق: أدخل في جوارك؟ فقال: إني حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم فأجابه إلى ذلك. انتهى. Ibn Ishaq rahmatullohi alayhini aytishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Toifdan qaytganlaridan so'ng Makkaga kirishni xohlaganlarida birinchi bo'lib Ahnas ibn Shurayq yoki Ahnas ibn Shariq degan odamga kishi jo'natdilar. Himoyangda kirsam bo'ladimi? Shunda Ahnas ibn Shariq Makkani asl aholisidan emas edi. Men bir ittifoqdosh bu yerda himoya qila olmaydi deb javob berdi u. Shunda Suhayl ibn Amrga ham odam jo'natdi. Suhayl ibn Amr ham Banu Omir, Banu Ka'bga himoya qila olmaydi, Banu Ka'bga ijara bera olmaydi. Ijara ya'ni himoya qilish deb javob berdi. O'shanda keyin Mut'im ibn Adiga aytganlarida Mut'im ibn Adi yuqoridagidek qilib himoyasiga olgan edi deydilar Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi. Mana shu yerga kelganimizda muallif bu voqeaga bo'lgan, ya'ni bu voqea atrofidagi bo'lgan hikoyalarni tugatadilar. Biz ham shu yerda suhbatimizni yakunlaymiz. Keyingi suhbatga qadar Alloh subhanahu va taoloning hifzi himoyasida barchangiz bo'lishingizni duo qilgan holda sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.